Bu erkin zarba mutlaqo mantiqsiz. VfL Wolfsburg jarima maydonining burchagida erkin zarba oladi. To'pda Maximilian Arnold. Bu burchakdan odatda u ikkinchi ustunga uzatadi yoki darvozabonni devor ustidan egri zarba bilan hayratda qoldiradi. Lekin Arnoldning fikri butunlay boshqacha. U yugurishni boshlagan zahoti butun tana tili zarba berishni ko'rsatadi. U belini ochadi, yelkalarini to'g'rilaydi va oyog'ini darvozaga qaratadi. Darvozabon to'pni devordan o'tkazishiga ishonadi. U buni darhol sezib, zarbani kutish uchun siljiydi. U allaqachon to'pni qaytarishga tayyorlanmoqda. To'p o'ng burchakka ketishiga ishonib. Lekin aynan shu paytda aql bovar qilmaydigan narsa sodir bo'ladi. To'p birinchi ustunga burilgandek tuyulsa-da, parvoz o'rtasida